Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mashina detallari fanidan navbatdagi video ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi mavzu shlitsali birikmalar va ularning hisobi. Reja: shlitsali birikmalar, ularning turlari va ikkinchi shlitsali birikmalarni mustahkamlikka hisoblash. Demak, ajraladigan birikmalarning yana bir turi bu shlitsali birikma hisoblanadi. Xuddi shponkali birikmalar kabi shlitsali birikmalar aylanma harakat burovchi moment uzatishda qo'llaniladigan juft detallarni biriktirish holatlarida qo'llaniladi. Ya'ni val tishli g'ildirak, val shkif, val rolik, val vtulka detallar juftligini biriktirishda shponkali birikmalar kabi birdek shlitsali birikmalardan qo'llaniladi. Shlitsali birikmalar shponkali birikmalardan geometriyasi, shakli bo'yicha biroz farq qiladi. Shponkali shlitsali birikma bo'lishi uchun demak valda tishlar, ya'ni shlitsa tishlari mavjud bo'lishi nazarda tutiladi. Masalan, ushbu slaydimizda demak valimizni uch qismiga shlitsalar ochilgan, ya'ni tishlar, uzun tishlar ochilgan va unga birikuvchi detalimizda, masalan, ushbu detalimizda gubchagimizning ichki teshik tomonida ushbu tishlarga mos bo'lgan teshiklar ochilgan bo'ladi. Ushbu detallar demak birikishi vositasida shlitsali birikma hosil bo'ladi. Shlitsali birikma hosil bo'lishi uchun qo'shimcha uchinchi bir elementning, ya'ni detalning bo'lishi talab qilinmaydi. Albatta, shlitsa tishlari birikuvchi detallar yuzalarida, kontakt yuzalarida hosil ochiladi. Ya'ni vallarning silindrik tashqi yuzasida, teshiklarning esa silindrik ichki teshik yuzalarida tishli shlitsalar ochilgan holatda bo'ladi. Shlitsali birikmalar shponkali birikmalarga nisbatan afzallik va kamchiliklarga ega. Albatta, konstruksiyasi murakkab, uni ishlab chiqish texnologiyasi shponkali birikmaga nisbatan murakkab va qimmat turadi, lekin aniq markazlashning mavjudligi, yuqori burovchi moment uzata olishi demak shlitsali birikmalarning afzalliklari hisoblanadi. Undan tashqari yana bir afzalligi shlitsali birikmalar shlitsavallarida unga birikuvchi tishli g'ildiraklarning harakatlanishi natijasida, mana shu vallarda harakatlanishi natijasida demak eng asosiy afzalligi pog'onali o'zgaruvchan tezliklar qutisi detallarini yasashda juda qo'l keladi. Ya'ni bitta tishli g'ildirakni shlitsavallarda surish va ikkinchisini qo'shish natijasida biz turli tezliklarga erishishimiz mumkin. Shuning uchun mexanik tezliklar qutilarida asosan tishli g'ildirak va vallar turli shlitsali birikmalar vositasida biriktiriladi. Demak, ushbu slaydimizda shlitsali birikma tasvirlangan. Tishli g'ildiragimiz mana shlitsali valga mahkamlanishi ko'rsatilmoqda. Shlitsali birikmaning yana bir turi tasvirlangan. Demak, shlitsali birikmalar tishli g'ildirak, shkiflardan tashqari kardanli sharnirlarni biriktirishda ham qo'l keladi. Ushbu slaydimizda buni tushunib olish mumkin. Demak, yuk mashinalarda qo'llaniladigan kardanli sharnirlarimiz aynan shlitsali birikmalar vositasida biriktirilgan. Natijada yuk mashinasining oldingi va orqa ko'priklaridagi ma'lum bir qiymatlardagi harakat davomida uzunlikning o'zgarib turishi kardanli uzatma tishli shlitsalarining bir-biriga nisbatan harakatlanishi natijasida ushbu birikmaning to'liq ishlashini ta'minlaydi. Shuning uchun ham kardanli uzatmalarimiz tishli shlitsali birikmalar vositasida birlashtiriladi. Xuddi shponkali birikmalar kabi shlitsali birikmalar ham konstruksiyasi bo'yicha farqlanadi. Asosan tishli birikmalar tish profili bo'yicha 3 turga ajratiladi. Birinchisi to'g'ri tishli, ya'ni ushbu shlitsaga e'tibor qiladigan bo'lsak, unda tishlar to'g'ri joylashgan mana. Ikkinchisi evolventali tishli. Bunda demak tishimiz xuddi tishli g'ildirak tishlari kabi evolventa profilli shaklda tayyorlangan va uchinchisi uchburchak tishli
shlitsali birikmalar hisoblanadi. Ushbu shlitsali birikmalar birikma hosil qilishda birikmaning aniqlik klassi, tozalik va unga qo'yilgan talablardan kelib chiqib turli ushbulardan bittasi tanlanishi mumkin. Tishli shlitsali birikmaning asosiy geometrik o'lchamlariga demak shlitsali birikma valning ichki diametri, mana bunda tasvirlangan D va tashqi diametri mana bunda tasvirlangan. Demak, val shlitsaning tubidan va ustidan o'tuvchi diametr deb ham aytishimiz mumkin. Va uchinchisi, demak, shlitsaning eni B. Ushbu uchala geometrik o'lcham asosan shlitsali birikmalarni hisoblash va ularni aniqlash bo'yicha asosiy o'lchamlar hisoblanadi. Evolventa shlitsali birikmamizda ham xuddi shunday, demak, shlitsaning tubidan o'tuvchi D va tepa qismidan o'tuvchi diametrlar qo'llaniladi. To'g'ri yonli shlitsali birikmalar valning diametri 125 mm bo'lgan holatlarda, demak, yuqorida biz to'g'ri shlitsali birikma to'g'risida fikr yuritgandik. Demak, uning diametri 125 mm. Evolventali shlitsali birikmalar esa 500 mm gacha, ya'ni 120 dan 500 mm gacha bo'lgan holatlarda evolventa profilli shlitsali birikmalarni qo'llash tavsiya qilinadi. Tishli shlitsali birikmalarning markazlashtirish ham 3 xil usulda olib boriladi. Ushbu slaydlarimizda tasvirlangan. Demak, A chizmamizda yon tomon qirralar bo'yicha markazlashtirish tasvirlangan. Demak, shlitsali birikmamiz aynan yon tomonlari bo'yicha birikuvchi detal va valdagi hosil bo'lgan shlitsa tishlarining yon tomonlarini bo'yicha markazlashtiriladi. Bunday holatda shlitsaning yon tomonini do'ppiskiga, ya'ni chegaraviy og'ishiga yuqori aniqlik qo'yiladi va ushbu holat bo'yicha markazlashtiriladi. Bunda shlitsaning mana bu val shlitsa tepa qismida zazor va demak pastki qismida mana bu joyda zazorlar, tirqishlar qoldiriladi. Ikkinchisi, tashqi diametri bo'yicha markazlashtirish mumkin. Bunda aynan valimizda shlitsa tishining tepa qismi bo'yicha, ya'ni tashqi diametri bo'yicha aniq ishlov berishi talab qilinadi. Va uchinchisi, ichki diametr bo'yicha markazlashtirish. Bu holatlar mana bu chizmamizda ko'rsatilgan. Demak, valning tishni o'yig'i bo'yicha markazlashtiriladi va albatta mana shu yerga yaxshi tegib turish uchun mana bu yerda kichkina radiuslar, demak, radiuslar bo'yicha ozgina o'yiq ochish holati bo'ladi va uchala 3 xil usulda markazlashtirish nazarda tutiladi. Shlitsali birikmada hisobiy sxemasi ushbu slaydimizda tasvirlangan, ya'ni shlitsali birikmada hosil bo'luvchi kuchlanishlar. Shlitsali birikmalar ham demak birovchi moment uzatish yo'nalishi bo'yicha, mana T yo'nalishi bo'yicha shlitsamiz val shlitsasi bilan tepasidagi vtulka yoki tishli g'ildirak shlitsasining kontaktlashuvchi yuzasida demak ezuvchi kuchlanish hosil bo'ladi. Ezuvchi kuchlanish. Ikkinchi tomonida esa ushbu kuchlanish demak bu yerda bo'lmaydi. Bu yer xoli hudud hisoblanadi. Demak, harakat yo'nalishi, birovchi moment harakat yo'nalishi bo'yicha kontaktlashuvchi yuzada ezuvchi kuchlanish hosil bo'ladi. Natijada shlitsali birikmalarni mustahkamlikka hisoblash yoki ularda hosil bo'ladigan kuchlanishni hisoblash asosan ezuvchi kuchlanish bo'yicha olib boriladi. Umumlashgan mezon bo'yicha soddalashtirilgan hisobni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bunda yuklanish tishning uzunligi bo'yicha tekis taqsimlangan deb hisoblanadi. Ya'ni tish profili aniq ishlangan va shlitsa uzunligi bo'yicha tekis taqsimlangan degan shart mavjud. Va albatta real holatda tekis bo'lmaydi, chunki ishlab chiqarishda noaniqliklar mavjud. Shuning uchun bu yerda to'g'rilash koeffitsiyenti kiritib o'tiladi. Demak, ushbu holatda shlitsali birikmada hosil bo'luvchi ezuvchi kuchlanish quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi. 2T taqsim KT Z HD o'rtacha L. Bu ham kichik yoki teng shlitsali birikma detali uchun ezilishdagi ruxsat etilgan kuchlanishdan kichik yoki teng bo'lishi
kerak bo'ladi. Demak, bu yerda uzoq ta'sir etadigan nominal burojmaning eng katta qiymati, ya'ni ishlash davomida hosil bo'luvchi burojmaning eng katta qiymati KT yuklanishning tishlar bo'yicha notekis taqsimlanish koeffitsiyenti 0,708. Demak, yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu notekis taqsimlanishi inobatga olinyapti. Z. Demak, tishlar soni, shlitsamizdagi tishlar soni, H tishlarning ishchi balandligi, L tishning ishchi uzunligi va D o'rtacha birikmadagi o'rtacha diametr hisoblanadi. Bu yerda balandligining to'g'ri yon tishlar uchun yoki evolventa tishlar, uchburchak tishlar uchun bir-biriga nisbatan farqlari mavjud. Qanday turdagi tishli shlitsal birikma hisoblanishidan kelib chiqib, demak, tish balandligini va o'rtacha diametrni biz formulaga to'g'ri olib o'tishimiz kerak. Demak, to'g'ri yonli tishli shlitsal birikma hisoblagan vaqtda hashimiz ushbu formula bo'yicha hisoblanadi. Evolventa tishlari uchun albatta bu yerda modul tushunchasi mavjud va asosan demak modul orqali hisoblanyapti balandlik va o'rtacha diametr. Uchburchak profili tishlarda esa uchburchak profilga mos holatda balandlik va o'rtacha diametrlar hisoblanishi tavsiya qilinadi. Ezuvchi kuchlanishning qiymatlari jadvallarda mashinasozlik tarmoqlariga qarab beriladi. Ya'ni shlitsal birikma materiali uchun ezuvchi kuchlanish standartlashtirilgan. Uning qiymati birikmalarining ishlash sharoiti hamda ularning tashkil etuvchi detallarining termik ishlanganligiga qarab belgilanadi. Masalan, ruxsat etilgan kuchlanishning qiymati qo'zg'almaydigan va o'rtacha sharoitda ishlaydigan birikmalar uchun quyidagicha bo'ladi. Shlitsaning sirti termik ishlangan bo'lsa, 60-160 megapaskal qilib olish tavsiya qilingan. Shlitsaning sirti termik ishlangan bo'lsa, demak ishlanmagan, bunda ishlangan bo'lsa 100-140 megapaskal. Qo'zg'aluvchan birikmalar uchun 5-15 megapaskal bo'lishi tavsiya qilingan. Ushbu qiymatlar spravishniklarda, ya'ni ma'lumotnomalarda har bir material uchun alohida aniqroq qiymatlarda keltiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.